Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana kech bo'lishiga qaramasdan, bo'lmasa navbatdagi mashinamizda 12 mashinamizda isrof jarayonini tugatdik. Bunga qo'yilgan oborlarimiz Yevropa gazdan Basiki 24 ga 4 funksiyalar miyamiz bo'ladi va injektorlarimiz real 2 o'mli injektorlarimiz, mantqo'zalarimiz esa Tamasetda original mantqo'zalarimiz, reaktorlarimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ustolarimiz cho'tga yularni qo'ygan. Injektorlarimiz umuman qimirlamaydi. Cho'tga joylashgan. Bu mashinamiz 12 ta mexanikali MPM motori bo'ladi, 5 turbinalik. Yurishlar cho'tki benzindan ziyod bo'ladi, 95 ta kuchini beryapti. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 100% gazda ishlayapti. Tablolarda chek-pik chiqishlari yo'q. Mashinamiz cho'tki 100% gazda ishlayapti. Yevropa gaz libboy mashinaga tushib ishlatib beradi. Xudo xolasa, bundan-da zo'rlarni yozib beramiz. Bunga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldirib o'tamiz. Oldindan rahmat hammaga.